Bismillahirrohmanirrohim. Aqoidi Tahoviya kitobini o'qishlikda davom ettiramiz azizlar. 40-band. Var-ru'yatu haqqun li ahlil jannati. Jannatga kirgan odamlar Alloh taoloni ko'rar ekan. Big'oyri ihatotin. Bir ihota holatida emas. Ihota nima bilasizmi? Mana bir odam qancha joy olyapti? O'sha ihota qildingiz shuncha joyni. Yoki masalan ayvon qancha joyda olgan? Yoki daraxt qancha joyda oladi? Alloh taoloni ham xuddi shunday bir qandaydir bir joyda, makonda tushunmaysiz. Unaqa deb tushunmaysiz. Vala kayfiyatin. Kayfiyatsiz degani. Kayfiyatsiz degani kayfa degani nima degani? Qanday degani? Shu qanday degan narsa yo'q Alloh taolo. Qanday tushundingiz? Qanday degani masalan oq, qora, yo sariq, yo katta, yo kichik, yo uzun, yoki boshqa umuman nimaiki qandayga javob bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa yo'q Allohda. Tushunyapsizmi? Qandayni biz tushunamiz. Qanaqa ekan desa, osmon ko'k ekan. Odamni mana yuzida burni, qulog'i, ko'zi bor ekan. Yo qanday degan savol borki, uni javobi bor, Allohga nisbatan qanday deyishlik yo'q. Tushunyapsizmi? Siz nimani tushunmang, Alloh taolo o'shandan boshqa. Siz nimani tasavvur qilmang, Alloh taolo o'sha narsadan boshqa. Demak, qanday degan narsa yo'q, Allohga nisbatan ishlatilmaydi. Oxirgi qoida shu. Buni salaf ulamolarimiz aytishyapti. Tushundingmi? Allohga nisbatan qanday degan so'z ishlatilmaydi. Mumkin emas. Qat'iyan mumkin emas. Qanday deb turim? Alloh taoloni nimadir deb tasavvur qilsangiz, kimki shunday tasavvur qilsa, iymondan chiqadi, bilib qo'ying. Uni mujassima degan narsa bor. Alloh taologa jism berguvchilar bor. Masalan, qo'l oyoq berguvchilar bor, yuz ko'z berguvchilar bor, Alloh o'tiradi deydiganlar bor. Hayol ko'ramiz. O'sha qanday deganga javobga 14 kunlik oyday. Demak, o'sha gap mumkin emas ekan. Tushundingizmi? O'sha xato ekan. Kama nataqa bihi kitabu robbuna. Alloh taoloning kitobi aytayaptiki bizga, o'rgatyaptiki, vujuhu yawma idin naziratun. O'sha kunda inshaalloh yuzlar qarab turguvchi bo'ladi. Ila robbiha nazira. O'sha Robbisiga qaragan holatda bo'ladi. Va tafsiruhu ala ma aradahu Alloh taala va ilmi va alimahu. Endi mana qiyomat kunida qararkanmiz-ku inshaalloh. Jannatga kirgandan keyin qararkanmiz-ku, yuzlar qaraydi Alloh taologa. Qaragan holatda bo'ladi Robbisiga degan oyat bo'ldi-ku desa, buning tafsirini Alloh taoloning o'zi biladi. Qanday qaraydi odamlar? Nimani ko'radi yoki bularni ko'rishi qanday bo'ladi? Buni Allohning o'zi bo'ladi, o'zi biladi deb eng katta ulamolarimiz shuni aytishgan. Shu yerda ozgina sharh berib o'tib ketaman sizlarga. Bu endi juda qiyin sharh bo'ladi. Bilasizlarmi? Bu shunchalik qiyin sharhki, hozirgi vaqtda dunyo ikkiga bo'lingan. Musulmonlar ikkiga bo'lingan. Xo'p, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, sahobalar, tobiinlar, undan keyin tobiinlarning shogirdlari. Tobiinlarning shogirdlari kimlar? Ya'ni 4 ta mazhab ulamolari va ularning shogirdlari to hozirgacha kelyapti u narsa va davom etadi qiyomatgacha. Astag'firullah. Buning dalili shuki, inna nahnu nazzalna zikra. Biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildikmi? Bu dinni o'zimiz nozil qildikmi? Albatta himoya qilamiz. Dedi Alloh taolo, qiyomatgacha bu din turadi inshaalloh. Olimlarimiz martabasi baland bo'lsin. Bu dinimiz turadi, lekin mana shu o'rtada Payg'ambar alayhisalomdan keyin taxminan 650-700 yil o'tgandan keyin bitta ikkita olimlar chiqdi-da, ana ikkinchi toifaga asos soldi ular. Ikkinchi toifa nima edi? Mana shu yuzi, qo'li, oyog'i bor degichlar. Arsh ustiga chiqib o'tiradi, degichlar chiqdi. Bu Payg'ambar alayhisalomdan taxminan 700 yil o'tib chiqdi bunday odamlar. Va ular u odamlarni keyin o'sha din ulamolari olib borib, qozilar, podsholar uni anaqa qilib
sudga mahkamaga tortib boshqa qilib ularni tavba qildirtirgan. Hattoki musulmonlarni qabristoniga qo'ymagan. Qabristonimizga yotmaysan deb turib. Lekin oradan keyin biroz vaqt o'tib dinni dushmanlari nimani o'ylab topdi aytaymi? Masalan, O'zbekistonga bitta g'ayridin mamlakat hujum qilsa, anu Indoneziya yordamga kelardi. Chunki islom mamlakatida ikkalasi. Yo bo'lmasa, Afrikadagi Tunis yo Jazoir kelardi. Yakkalanib qolmas edi, musulmonlar birga edi. Bitta g'ayridin kelib turib, bitta mushugini pishtay olmas edi. Shunaqa edi. Yordam bo'lardi. Hech kim g'ayriddinni foydasiga ish qilmas edi. Keyin bular nima qildi? To'xta dedi, tayyor narsalar bor, boyagi Payg'ambar alayhisalomdan 7 asrdan keyingi bergan ulamolar fatvolari bor-ku, o'zi shularni fatvosini oldida bular ikkinchi toifani tuzdi bular. Hozir dunyoda juda ko'p qism odamlar hali ham Allohning oyoq qo'li bor, ko'zi bor o'tiradi yuqori tomonda. Shu gaplarni aytmasang kofirsan deb turib yurganlar ko'p. Endi bu yerda boshqa masala borki, masala shuki, shular tuzildi, shular tuzildi, g'ayridinlar tomonidan tuzildi. Buni odamlar ko'p bilmaydi buni. Dinning ichida yurgan, ilmning ichida yurgan odamlar biladi buni. Shu tuzildi shu toifa. Shu toifa tuzildida nima qildi aytaymi? Ana shu gapni tan olmaganlar kofir deb turib bu tarafda qarang, Payg'ambar alayhisalomdan buyog'iga hozirgacha kelyapti. Payg'ambar alayhisalomdan boshlab kelyapti. Shu gapni aytmaganlar kofir deb. Bu Payg'ambar alayhisalomgacha boradi bu gap. Mana Payg'ambar alayhisalomdan keyin 250 yildan keyin yashagan odam Imom Tahoviy rahmatullohi alayhi. Bu aytayapti. Bu narsalarni fikrlamaymiz, Alloh taolaning o'ziga qo'yamiz. Oyoq qo'l degan gap, biz gapira olmaymiz bu narsaga, kayfiyat bera olmaymiz Alloh taolaga, mumkin emas deyapti. Payg'ambar alayhisalomdan keyin 250 yildan keyin yashagan odam bular. 300 yilgacha salaf ulamomi? Bu salaf ulamo. Shu gapni aytmaganlar kofir deb, bu ham kofir bo'ladi, buni ustozi ham kofir bo'ladi. Buni ustozi tobiin, uni ustozi sahoba, qayerga boryapti bu gap? Xo'p, nimaga bu gap aytilyapti desa, katta urushlar shuni orqasidan bo'lyapti. Katta urushlar shuni orqasidan, birodar, baraka toping. Musulmonni o'ldiryapti. O'ldirayotgani Bismillahirrohmanirrohim deb o'tyapti, o'qdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb bo'lyapti. Nodon, nima bo'lyapti senlarga? Deydigan odam yo'q. Xo'p, mayli, nega men bu gaplarni aytayapman? Bu bir juda uslub soddada, masalan, Shofiylar yashaydigan joyga Hanafiy bo'lib boradi bular. Men vahobiyman demaydi. Shofiylar yashaydigan joyga Hanafiy bo'lib boradi. Masalan, Shofiylar hammasi shariy sababa qiladi, bu borada qilmaydi. Ki hammasini qaraydi, bu nimaga ishora sabab qilmayapti deydi. Yoki ominni jahriy aytadi, bu aytmaydi, maxfiy aytadi. Hanafiylar bor bo'lgan joyga Shofiy bo'lib keladi. Nega biz aytamiz, namoz boshqacha o'qimang, bir xil o'qiyvering deymiz-ku. Namozni o'shanday o'qish ham bor, lekin o'sha jamoatning ichida bor. Nima qiladi endi mana bu yerda 300 ta Hanafiy odam xufton o'qiyapti. Uni bitta o'zi borib boshqacha o'qib nima qiladi? Nima foyda topadi? Qo'lni qayoqqa ko'tarishni nima qizig'i bor? Qo'lsiz odamlar namoz o'qimayaptimi? Qisqasi bu shunaqa narsa. Hanafiyning ichiga mana shunday bo'lib kiradi. Hammani e'tibori bunga qaratilishi kerak-da, bu takoy odam bo'ladi. Bu boshqa hech narsasi yo'qmi? Shunday chaqiringda nega bunaqa qilyapsan desangiz, Allohga qasam aytib beradigan ikki qator so'zi yo'q. Yo'q uniki. Men bilaman uni so'zi yo'q. Ikki qator aytib beradigan gapi yo'q. Bir dona aytadigan hadisi yoki bironta kitobdan dalil ko'rsatadigan dalili yo'q. Hech narsasi yo'q. Nechtasi chaqirib, nega bunaqa qilyapsiz desam, qarab turganda chiqib ketgan. Mayli, gap u qo'lni qayergacha ko'tarishda emas. Gap mana shu katta bir bitta musht bo'lib turgan jamoatni gap bo'lishda, ajralib turishda. Kerak emas deyilyapti, tamom. Chunki buni oqibati qayerlargacha borganini mana bu salaf ulamolarimiz aytadi. To'xta deyapti. Qo'y, yig'ishtir.
Buni ma'nosini Allohning o'zi biladi. Sen Alloh taoloning rasmini chizib nima qilasan? Qara deyapti. Bitta olim aytayapti, Hamza Bakriy degan ustozimiz bor, butun dunyoning ustozi. Hamza Bakriy Azharda dars beradi o'da. Chiqdida aytdi, menga qaranglar deyapti. Mana oyatlar deyapti. Allohning yuzi, ko'zi, qo'li haqida. Masalan, Alloh taoloning ikkita qo'li bor degan oyat bor, lekin ikki qo'li ham o'ng degan oyat bor. Tushunyapsizlarmi? Yuz, ko'z, mana bir nimalar aytilyapti-da, qo'l ikkita, ikkalasi ham o'ng tomonda. Shunday ko'rsatyapti-da, shu Qaysi sura odam? bor, hozir aytib beraman. Shu qilyapti-da, baliyadahuma mabsutatan degan unaqasi bor-da. Shuni ko'rsatyapti-da, shunaqa xunuk narsani Alloh deyapsanmi sen? Nima deyapsan sen deyapti. Qo'y, yig'ishtir uni, qiyomat kunida bilaveramiz deyapti. Nima qilasan hozir yopishib bu masalaga? Shuning uchun azlar ko'p aytayapmiz, juda ko'p aytayapmiz. Keling, shu bir xil o'qiyvering. Sizda aytib beradigan bir og'iz so'zingiz yo'qligini hammamiz bilamiz. Sizda o'ta eng past darajadagi chala savod odamligingizni bilamiz biz. Siz chiroyli ko'rinayotganingiz yo'qmi mana? Faqat shu 300 ta odamning ichida bitta o'zingiz boshqacha bo'lib turibsiz-da, shuni qamang deyapmiz. Qamang, Xudo haqqi qamang. Chunki buni salaf ulamolarimiz aytayapti va ko'p gapirib yordim. Lekin shu narsalarni aytishligim kerak edi. Balkim bu so'zlar qo'pol eshitayotgandir. Lekin nima qilaylik? Hamma gapni aytib bo'ldik, birodar. Hamma gapni aytib bo'ldik. Yalinib aytdik, iltimos qilib aytdik, tushuntirib aytdik, oyat bilan aytdik, hadis bilan aytdik. Bo'linmang degan payg'ambar alayhisalom vasiyatlari bilan aytdik. Aytmagan gapimiz qolmadi. Undan ko'ra keling, uni farzlar yotibdi. Hali alhamdulillahi robbil alamin deb aytib berish imkoniyatiga ega emassiz. Ko'rib turibmiz sizni. Alhamdulillahi robbil alamin deyish imkoniyatiga ega emassiz. Uni qo'ying, bismillahirrohmanirrohim deyish imkoniyatiga ega emas o'sha odam. Bu takoy bu bajaralib turibdi-ku. Men shuni qo'yib qo'ysa, shu odam masalan hali bir 4-5 oyda o'rgana oladimi, yo'qmi? Bitta domla bir 4-5 oy qo'yib qo'yilsa, shunga 4-5 oyda o'rgana oladimi, yo'qmi? Ahvoli shunaqa. Kerak emas, boshqacha o'qimang. Yaramaysiz. O'zingiz tushunmagan narsani qilmang. Qo'pol so'zlar, lekin ayni haqiqat. O'zi haqiqat achchiq bo'ladi-ku, shunday emas. Hamma bilan barobar o'qiverish kerak. Alloh taolo aytganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilish nasib etsin. Demak, bugungi aytganlarimiz o'sha Alloh taoloni ko'radi qiyomat kunida musulmonlar. Lekin ko'rishligi kayfiyatsiz. Ya'ni qanaqaligini Alloh biladi. Bir joy egallaganmi, bir joyda, makonda degan tasavvurdan yiroqmiz. Unaqa gap aytilmaydi. Bu oyatlarning ma'nosi desa va tafsiruhu ala ma aradahu Alloh taala va alimahu. Bu oyatlarning tafsiri Alloh taolo tafsirni qanday iroda qilgan bo'lsa shunday. Alloh nimani o'ylab shu narsani aytgan bo'lsa, Allohning irodasiga bu. Tashlaymiz, ma'nosini bilmaymiz. Alloh shu so'zlarni to'g'ri qabul qilgan odamlarni iloyim barchasini ikki dunyoda saodatmand qilsin. Tushunmaganlarga iloyim chiroyli uslubda tushuntirsin. Imtihonlarsiz, qiynamasdan, imtihon qilmasdan shunchaki Alloh taolo qalbimizga